Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan nevroz, ya'ni xavotir buzilishlari haqida gaplashamiz. Nevroz kelib chiqish sababi nima? Nima sababdan paydo bo'ladi? Nevroz kasalligining o'zi nima? Va unda qanday klinik belgilar kuzatiladi va uni qanday davolash mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Nevroz kasalligi, ya'ni xavotir buzilishlari bu psixogen kasallik hisoblanib, funksional hisoblanadi. Ya'ni organizmda hech qanday organik o'zgarishlar kuzatilmaydi va quyidagi belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Qo'rquv, xavotir, vahima, doimiy tashvish, bezovtalik, uyqu buzilishi, yurak urib ketishi va boshqa vegetativ buzilishlar bilan kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Buning asosiy sabablari nima? Bunga asosiy sabablar tashqi muhit omillari ko'proq ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bular oiladagi, ishxonadagi doimiy kelishmovchilik, ya'ni doimiy hissiy zo'riqqa holatida yurish, og'ir psixik zarba qabul qilish, masalan, kimnidir judolikka uchrash yoki qandaydir avtohalokat yoki turli xil qandaydir boshqa katastrofa yuzaga kelishi ham bu kasallik paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi asosiy sabablardan biri bu genetik omil hisoblanadi. Genetik omil ham alohida ahamiyatga ega, chunki nevroz kasalligiga uchragan bemorlarni avvalda kimlardir ham nevroz kuzatilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bosh miyadagi neyrotransmitterlar, gormonlarda kuzatiladigan o'zgarishlar, bular qaysilari? Serotonin, noradrenalin, adrenalin neyrotransmitterlarning ham disbalansi kuzatilishi bu kasallikning asosiy sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Nevrozda qanday klinik belgilar kuzatiladi? Nevrozda turli xil klinik belgilar kuzatilishi mumkin. Bular nimalar? Masalan, turga bo'lib gapiradigan bo'lsak, hozirgi xavotir buzilishlari, masalan, umumiy xavotir buzilishlari. Bunda bemorda doimiy tashvish, doimiy bezovtalik, uyqusizlik bo'lishi mumkin, xavotir bilan yurish kuzatilishi mumkin, yurak urib ketishi kuzatilishi mumkin. Bu umumiy xavotir buzilishlariga kiradi. Bundan tashqari bemorda turli xil fobiyalar kuzatilishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan fobiyalardan biri bu sotsial fobiyalar hisoblanadi. Sotsial fobiyalar inson turli xil joylarga, masalan, gavjum joylarga, ovqatlanish shoxobchalariga, umuman tashqariga chiqishga, odamlar bor joyga chiqishga qo'rqib qoladi. Bunday joylarga chiqqanda bemorda qaltirash, bezovtalik, qo'rquv, xavotir, vahima, yurak urib ketishi, nafas siqqandek bo'lishi, qo'l oyoqda muzlashi, teri ajralishi, oshqozon ichak traktida qandaydir o'zgarishlar, og'riq yoki ichki itishi holatlari kuzatilishi bu sotsial fobiyalarga xos klinik belgilar hisoblanadi. Bundan tashqari obsessiv kompulsiv sindrom degan turi mavjud xavotir buzilishlarida. Bunda nima bo'ladi? Obsessiya bu turli xil fikrlarni tinimsiz miyaga quyilib kelishi. Masalan, tinimsiz qandaydir xavotirli fikrlar yuzaga keladi. Qandaydir kasallikka chalinib qolsamchi, qandaydir mikrob menga yuqib qolsachi, qandaydir nojo'ya harakat qilib qo'ysamchi, qandaydir kimgadir zarar keltirib qo'ysamchi yoki menga qandaydir zarar yetib qolsachi degan fikrlarning tinimsiz quyilib kelishi obsessiya deb. Kompulsiya esa shunga qaratilgan turli harakatlarning takroriy bajarilishi, ya'ni qandaydir kasallik yuqib qolmasligi uchun tinimsiz qo'lni yuvish, birovga zarar yetkazib qo'ymasligi uchun tinimsiz o'zidan tashvishlanish, takror nimalarni tekshirib ko'rish. Bu kompulsiyaga misol bo'lishi mumkin. Panический atakalar kuzatilishi mumkin. Panический atakalar bular to'satdan vahima, qo'rquv, xavotirning kuchli insonni egallab olishi, buning natijasida yurak urib ketishi, boyaga sanab o'tilgandek yurak sohasida og'riq bo'lishi, bosh og'rishi, bosh aylanishi, tanani qizib ketishi, nafas siqqanday, bo'g'ilgandek bo'lishi, oshqozon ichak traktida og'riq bo'lishi, qo'l oyoqlarning muzlashi, bu to'satdan paydo bo'ladi. Bu turdagi panический ataka deb ataladi. Bularning barchasi xavotir buzilishlarining turli xil ko'rinishi hisoblanadi. Bular o'zi boshlanishi, masalan, bemorlar qanday boshlanadi? Bular nevrosteniya bilan boshlanadi. Sekin-sekinlik bilan o'sha asab tizimining zaiflashib borishi sababli xavotir buzilishlari insonni egallab oladi. Bunday bemorlar qanday yo'l tutadi? Xavotir buzilishlari yuzaga kelganda yoki yurak urib ketishi yuzaga kelganda turli xil holatlar, ya'ni o'lim hissi paytgacha bo'lgan vahimalarni
insonni egallab olishiga sabab bo'ladi. Bunday holatda bemorlar nima qilishi kerak? Birinchi navbatda bemorlar shifokorga murojaat qilish kerak. Masalan, yurak sohasida og'riq bo'lganda kardiolog shifokoriga murojaat qilish kerak va kardiolog shifokorda yurak sohasida hech qanday muammo bor yoki yo'qligini aniqlik kiritib olish kerak. Endokrinolog shifokoriga murojaat qilish kerak, ya'ni gormonlar disbalansi mavjudmi yo'qmi? Turli xil endokrinologik kasalliklar ham mana shu qo'rquv, xavotir buzilishlariga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha qalqonsimon bez gormonlarining oshib ketishi ham, tushib ketishi ham yurak urishiga, turli xil stresslar, klinik belgilar yuzaga chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Glikemiya ham xuddi shunday bir sabab bo'lishi mumkin. Turli xil endokrinologik kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari organizmda turli xil elektrolitlar, masalan, magniyning yetishmasligi, sinkning yetishmasligi ham xuddi xavotir buzilishlariga o'xshash klinik belgilarni namoyon qilishi mumkin. O'sha bemorda xavotir, vahima, qo'rquv, yurak urib ketishi, boshqa belgilarning paydo bo'lishiga ham bu elektrolitlarning organizmda yetishmasligi, vitaminlarning organizmda yetishmasligi sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda bemorlar shifokorga murojaat qilishlari kerak. Ya'ni o'sha gormonlarni tekshirish kerak, yurakni holatini tekshirish kerak, oshqozon ichaklarni holatini tekshirish kerak. Va bunday organizmda organik hech qanday o'zgarish topilmagandagina bemorga nevroz, ya'ni xavotir buzilishlari tashxisini qo'yish mumkin va davolash ham shunga qarab olib boriladi. Davolash qanday amalga oshiriladi? Davolash bu dorilar bilan davolash yoki psixoterapiya yo'li bilan davolash sabab bo'lishi mumkin. Bemorlar bunday kasallik bilan chalingan bemorlar uzoq vaqt davomida turli xil shifokorlarga murojaat qilishadi va ular barchasi sizda asabdan deb turli xil dorilar yozib beriladi va bundan ularning ko'ngli to'lmaydi va keyingi shifokorga ular shifokor yurishiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu xavotir buzilishlari tashxisi qo'yilgandan so'ngi o'sha turli xil guruh va dorilar mavjud. Masalan, o'sha sedativ ta'sir qiluvchi dorilar, anksiolitiklar, tranquilizatorlar, antidepressantlar va neyroleptik guruhiga kiruvchi dori vositalari ishlatiladi va psixoterapiya o'tkaziladi. Psixoterapiyada asosiy maqsad nima? Bemorni xavotirga solayotgan, masalan, uni tashvishlantirishga sabab bo'luvchi, masalan, turli xil kasalliklarni o'ylab yurgan bo'lsa, masalan, yurak bilan bog'liq, oshqozon ichagi bilan bog'liq, nafasi yoki qalqonsimon bezi yoki bosh miyasida nimadir mavjudligi haqida o'ylab yurgan bo'lsa, bemorga unda faqatgina nevroz, ya'ni xavotir buzilishi mavjud ekanligi isbotlab berilib, boshqa organik kasallik, hech qanday kasallik yo'qligi isbotlab berilishining o'zi bemor uchun 50% davo hisoblanadi. Bemor agar bunga ishonsagina, agar bunga ishonmasa, yana va yana qayta tekshiruvlar, yana va qayta turli xil dori vositalarini qabul qilish kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bemorni birinchi navbatda to'liq tekshirish va organizmda hech qanday organik o'zgarishlar yo'q ekanligini aniq bilish kerak va keyin bunga nisbatan psixoterapiya amalga oshirilishi shart.